Uchinchisi Isrofil alayhissalom. Qiyomat kunini vaqti soati bo'lganida mana shu farishta u kishiga berilgan surga dam uradi. Surga puflaydi. Mana shu farishtani, bu ulug' farishtaning vazifasi qiyomat soatini boshlanganini e'lon qilish, qiyomatni boshlash. Astagfirullah. Va nufixa fis-suri fasa'iqa man fis-samawati va man fil-ardi illa man sha'alloh. Thumma nufixa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Sur chalinishi bilan osmonlar va yerdagi bor jonzot o'ladi-da, illo Alloh xohlagan zotlargina tirik qolurlar. So'ngra u yana bir bor chalinganida nogoh ular butun xaloyiq turib Allohning amriga qarab turgaylar. Surni choladi, hamma o'ladi. Alloh xohlaganlardan tashqari. So'ngra Alloh taolo Isrofil alayhissalomni o'zini tiltiradi, ikkinchi marta surga chalishlikka buyuradi, butun xaloyiq tiriladi. Jabroil alayhissalom, Mikoil alayhissalom hamda Isrofil alayhissalom